Qadim o'tgan zamonda bir yigit bo'lgan ekan. U dunyoda tilakdan ko'ra muhimroq narsa yo'qligiga ishonar ekan. Albatta har qanday tilak emas, balki qalb qo'ridan chiqadigan eng samimiy tilakka ishonar ekan. Lekin bunday tilakni ro'yobga chiqishi deyarli imkonsizligi, orzularni barbod qilish juda oson ekaniga ham ishonar ekan. Shu bois buni tuzatishga bel bog'labdi. U tinim bilmasdan sehrgarlikni o'rganibdi va qudratli afsungarga aylanibdi. Natijada unga ishonishgan har qanday tilakni asrab avaylash qudratiga ega bo'libdi. Munosib odamlarni tilaklarini esa hatto ro'yobga chiqara olar ekan. Afsungar bu qudrati olamga kerakmi, yo'qmi bilmas ekan. Biroq u go'zal rafiqasi bilan birga uzoq O'rta Yer dengizidagi ajoyib bir orolni topdi. O'sha yerda bir g'aroyib qirollik tuzibdi. Bu qirollikda qayerdan suzib kelganidan qat'iy nazar hamma odamni mehr bilan kutib olishar ekan. Ayting, kemani tezroq haydasin. Afsungarni baxtiga odamlar to'p-to'p bo'lib orolga kelib, unga niyat va istaklarini topshira boshlabdi. Evaziga undan muhofaza hamda istaklarning qachondir ro'yobga chiqish kafolatini olishar ekan.